Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda mana shu arzon narxdagi texnikadan obzor qilib o'tamiz. Belarus MTZ-80 traktorimizda. Videomizga esa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham zo'r arzon texnikalarni chiqargan paytimiz o'tkazib yubormasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Akalar, shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videomizga like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa ushbu dasturimizda boshladik. Akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ-80 traktorimiz juda ham arzon narxda sirro uchun sotilmoqda. Akalar, ushbu texnikamizning holati a'lo darajada. Akamiz o'zlari sizlar uchun hamma yerni polностью remont qilib tayyor qilib qo'yganlar. Siz faqat sotib olib haydasangiz bo'ldi. Ushbu texnikamizga qo'shimcha holatda mana shu orqasidagi agregat ham qo'shib beriladi. Texnikamizning manzili esa Andijon viloyatida ekan. Marhamat, ushbu texnikamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlarini, telefon raqamlarini ekranda qoldirganmiz. O'shanga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olsangiz bo'ladi. Texnikamizning narxi esa 45 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlar uchun akamizga bog'lanishingiz mumkin.